Salom barchaga bolalar, bugun sizlar bilan men Mansur. Bugungi videomizda qanaqa qilib YouTube ni o'zidan PUBG stream qilishni o'rganamiz. Hop, videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lish обязательно esdan chiqmasin. Tezroq 2 ga bo'lishimiz kerak. 2 ga bo'lishimizga 110 ta obunachi qoldi. Bu juda oz degani. Hop, unda biz videoni boshlaymiz. Birinchi navbatda biz YouTube ni o'ziga kirib olishimiz kerak va asosiga o'tib olamiz. Bu yoqdan pastdagi plus tugmasini bosishimiz kerak. Hop, plus tugmasini bosdik. Men kamerani to'sib olganman. Endi yuzim ko'rinmasin. Okey, hop, endi biz bu yerdan qaranglar. Qanaqa qilib stream qilish, aylantirish bor bu yerda. Aylantirish endi ekranni aylantiradi. Scoot bu mikrofon o'chib yonishi, yoniq turib bo'lsin. Endi effekt tanlagich. Bu yerda yuz effektlari, endi yuz bilan stream qilish uchun yashil ekran, orqa fon, retush bu yuzdagi effekt, oddiy effekt, donachi shunaqa narsalarni yo'qotib beradi. Ekran holati mana shu bizga kerak. Ekran holatini bitta bosib qo'ysak, gorizontal holat bu uje katta stream bo'ladi, shorts emas. O'zlaring to'g'rilab olasizlar. Endi yana bitta bosib qo'ysak, short stream bo'ladi. Hop, endi bu yerdan mana ruchkaning rasmini ustiga bosamiz bir marta. Hop, endi ko'rishlaring mumkin. Mana biz mana shu yerga o'tib oldik. Endi bu yerdan boshidan boshlaymiz. Bu yerda preview, mana ruchkachaning ustiga bossalaring, bu yerdan preview tanlaysizlar. Galereyadagi previewni qo'yasizlar stream ustiga. Keyin pastga bunikimiz, o'zimizni tegmaymiz. Nom kiritish kerak. Bu yerga stream qanaqaligi nomni kiritasizlar. Hop, biz test deb qo'yamiz hozircha. Tak, bu yerdan hammaga ochiq turaversin, hammaga ochiq turadi bu обязательно. Yo'q bolalar uchun yaratilmagan. Buni yo'q bolalar uchun yaratilmaganiga qo'yamiz va pastdagi mana yo'q video 18 yoshdan kichiklarga mos deb bitishga bosib qo'yamiz. Hop, bu yoqdan joylashuv tegmaymiz va tavsif bu yerga xohlagan narsalaringizni yozasizlar, obuna bo'ling, shunaqa kabi narsalarni yozasizlar va yana bitta glavniy joyi 100 bilan stream bo'lib qolmasligi uchun mana yerda screencast degan joyi bor. O'shani yoqib qo'yamiz va pastiga o'yin nomini kiritishda shunday bosasizlar. Bu yerda PUBG deb yozasizlar. Bu yerdan PUBG Mobile pastiga 2018-yil mana shuni tanlaymiz. Va bo'ldi. Sozlamalar tayyor, hammaga ochiq bo'ldi. Preview biz qo'ymadik, siz qo'yishingiz mumkin. Hop, endi keyingisini bosamiz. Tak, keyingisini bosgandan keyin OK deb bosamiz. 3 2 1 deydi. Qo'rqmanglar, yuzimizda olmaydi. Va boshlashni bosamiz. Bu yerdan so'raydi. Tak, endi men kamerani o'chirib olishim kerak. Kamerani o'chirdim. Va mana bu yerdan kamerani katta kichik qilasizlar. Hozir mana nastroykani Tak, mana shu narsasi juda katta plus bo'ladi. Qotmasdan stream qilish вообще zo'r. Hop bola, video shu joyda o'zini qo'yasiga yetadi. Kanalga обязательно obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar biron savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Like chani bosib qo'yinglar bolalar. Barchaga xayr.